sevganingni aldama, o'ylamasdan kuylama, sevganingni aldama. Meni izlab kelgan qiz, oy xayolda yurgan qiz. Meni izlab kelgan qiz, oy xayolda yurgan qiz. O'ylamasdan so'ylama, sevganingni aldama, o'ylamasdan kuylama, sevganingni aldama. Hozir endi shu Navruz bayramini tashkil qilgan 85-yil nima deydi? Sinfdoshlarni, do'stlarni davramiz to'g'riga chorlar ekanmiz. Ularni sizlarga aytadigan ikki og'iz shirin tilaklari bor ekan. Bundan keyin o'yin kulgimizni davom ettiramiz azizlar. Kelinglar. 85-yil do'stlar, akalar, sinfdoshlar, kelinglar. Umringlar uzoq bo'lsin. Qarsa chalgan insonlarda ham uyda shunday bir katta to'ylar bo'lsin. Sog' bo'linglar. Keling, kelinglar. Kelinglar. Endi hokim bo'lib qoldilar. Yo'qda bilan. Endi aka kelinglar. O'sha sizlar sababchi shunday bir bayram bo'layapti. Kelgan mehmonlarni bundan keyingi yil qiladigan nima deydi? Challenge deydi-yu. Sal pastroq chalinglar. Bundan keyingi yil bo'ladigan bayram uchun endi yigitlar uchun, kelgan mehmonlar uchun ikki og'iz shirin tilinglar bildirib qo'yasizlar. Marhamat. Kim boshlaydi? Bizlarda rais qo'yam bor. Assalomu alaykum. Avvalambor aziz mehmonlar, hamda mehmonlar, mana shu Navruz ayyomiga yig'ilgan davramiz qatnashchilari. Xo'sh, hammani chin yurakdan mana shu Navruz ayyomi bilan muborakbod etaman. Mana shu yerda o'rtoqlarimiz xo'sh tinib tinchimasdan mana shunaqa tadbirlarga yig'ilib, charchamasdan mana shu qishlog'imizni, mana shu xalqimizni bir xo'sh yuzini yorug' qilib, bir mana shunday bir o'yin kulgi davra qilib berak deb mana shu yugurgan o'rtoqlarimizga ham katta rahmat. Xo'sh, Hofiz aka sizga ham rahmat. Sizlarni ham hammani bayram bilan tabriklayman. Assalomu alaykum. Avvalambor Nashada yig'ilgan avvalimizni katta kichik barchasiga rahmat. Mana shu Navruz tashkil qilgan oqsoqollarimizga ham rahmat. Rais bo'larimizga ham. Qolaversa, o'rtoqlarimiz birlashib kelayotgan hammamizga keyin
Buradagi o'rtoqlarimga rahmat. Barisiga iloji boricha buni bildirmashga harakat qilamiz. Vohidjon, sizga rahmat. Mana shu elimizda olib kelganingiz uchun. Eng avvalo shu Navro'z ayyomi bilan hammachilikni tabriklayman. Sinfdoshlarimiz mehrli bo'lsin, hammasi. Shu elimiz oldida yaxshi o'tsin. Hammaga rahmat. Mana shu chetdagilar ham sog' bo'lsin. Biz ana mana shu Navro'z o'tkazyapmiz, karantinlar yo'qolib ketsin. Sizga eng katta rahmat mana shu kelganingiz uchun. Hammaga davrani boshlang, zo'r qo'shayotgandan boshlang aka. Bu akalarimiz ham bir ikki og'iz gapirib qo'ysa esdalik bo'lib qoladi. Rozi. O'rtoqlaring uchun o'rtoqlaring qo'shig'imizni aytib berar ekanmiz. O'rtoqlaring aytganda yor Xudoyo senga hech bo'lmasin tor. O'rtoqlaring aytganda yor Xudoyo senga hech bo'lmasin tor. So'zlarimga bo'lgin vafodor. So'zlarimga bo'lgin vafodor. O'shal kunni bir bor eslaganda faryod etma. Senga boqanda qo'llaringga suv taqqanda senga boqanda qo'llaringga suv taqqanda vafodorim hech qilmaykanda o'shal kunni bir bor esla. Sözlerimga bo'lgin vafodor. Sözlerimga bo'lgin vafodor. O'shal kunni bir bor eslaganda faryod etma. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi sho'x-sho'xidan davom ettirar ekanmiz. Barcha 85-yil sinfdoshlarini, do'stlarini davramiz to'rga chorlab qolamiz. Qani marhamat azizlar,
uncha charchab qolmadinglar-a? Davom ettirsak bo'ladimi? Endi bitta qo'shig'im bor, o'zim ham juda ham yaxshi ko'raman. Qishloq ko'chalarini kezdim, tentirab degan bir qo'shiq bor-da endi. Qishloq hayotini aytganmiz-da endi. Juda ham o'zimga yoqadi shu qo'shiq. Bir yigit bir qizni yaxshi ko'radi-da, o'shanga yeta olmaydi. U yigit shoir yigit bo'ladi, keyin she'r yozadi. Qiz bilan yigit bir-birini shu darajada yaxshi ko'radiki, lekin bir-biriga sevgisini ayta olmaydi. Qishloqchilik ko'risha olmaydi. Chekka-chukkaga o'tsa, qo'ni-qo'shni ko'rib qoladi deb or qiladi. Keyin shoir yigit armiyaga ketganida go'zal yorini ota-onalari bir yigitga, qo'shni qishloqqa turmushga berib yuboradi. Kuyov bola shoir yigit armiyadan kelsa, kelin bolani to'yi bo'layotgan bo'ladi. O'shanda o'sha shoir yigit mana shu she'rni yozgan. Qiz bola, kelin bola saldatni ko'rib, ko'zlarida yosh bilan o'tirgan joyida yig'lab to'yni o'tkazadi. Kelin libosida bir qiz yig'laydi qo'shig'imiz sizlar uchun azizlar. Marhamat. Qishloq ko'chalarin kezdim tintirib, o'zimni qo'yarga joy topolmasdan. Sevgimning chilbarchin siniqlarini o'qtiyotgan ko'nglimga sig'dirolmasdan. Sevgimning chilbarchin siniqlarini o'qtiyotgan ko'nglimga sig'dirolmasdan. Bugun yuragimda armon yig'laydi, sochlari to'zdigan ishonch yig'laydi. Tosh mehrlarning silovlari kelar libosida bir xil
Menimcha hamma o'yladi, mana ishda turgan yigitlar o'ynamadi shekilli. Men ko'rmadim shularni. Sizlar uchun, ey, tepadagilar kelinglar. Qizaloq degan qo'shig'im bor. Chiroqchiliklar juda ham ko'p yaxshi ko'radi, ko'p so'raydi shu qo'shig'imizni. Yigitlar, marhamat. Davraga, ey, tepadagilar, bu yoqqa. Kelinglar. Birgalikda o'ynaylik. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me?
do'stlar, bitta narsa qilamiz endi. Bugun Chiroqchini dunyolarga tanitamiz. Hozir O'zbekiston haqida qo'shiq aytamiz. Hamma yigitlarimiz mana shunday kelib tursa-da, Instagram uchun, TikTok uchun mana bugun biz Chiroqchi tumanidamiz, xizmatda bo'ldik. Qalay bo'ldi deyman? Zo'r deb bitta shov-shuv qilamiz. Nima deysizlar shunga? Kelinglar yigitlar, o'zingizlar boshlab beringlar. Yoshlar kelinglar. O'zbekiston haqida qo'shiqni birga aytamiz. Kelinglar. Va yigitlar. Chiroqchining yigitlari unaqa uyalchang bo'lish kerak emas. Qani bu yoqdagi? Va 85 akalar, qani? Akalar kelinglar. Endi bizni qo'llab-quvvatlab turinglar endi. O'zbekiston haqida qo'shiq aytamiz. Chiroqchidamiz bugun. Bugun orqada turasizlar bunday. O'zbekiston haqida qo'shiqni birgalikda aytamiz. Urushlar, qirg'inlar hech bo'lmasin. O'zbekiston haqida qo'shiq. Kelinglar. Qani bizda qanaqa blogerimiz. Orqaga o'tinglar yigitlar. Qashqadaryo Chiroqchi. Go'zal diyorimizga hech qachon to'smaymasin. Bayramlar muborak bo'lsin. O'rtaga ochib qo'yinglar. Daraklar, o'lanlar aldamasin. Ketmon bobom qo'lim yara qilmasin. Go'zallik dunyoni tark etmasin. Qo'l oching duoga aziz odamlar. Daraklar, o'lanlar aldamasin. Ketmon bobom qo'lim yara qilmasin. Go'zallik dunyoni tark etmasin. Qo'l oching duoga aziz odamlar. Qo'l oching duoga aziz odamlar. Urushlar, qirg'inlar bo'lmasin Alloh. Hasadgo'y g'animlar bo'lsinlar Alloh. Muhtojligimiz ko'rmasin aslo. Qo'l oching duoga aziz odamlar. Urushlar, qirg'inlar bo'lmasin Alloh. Hasadgo'y g'animlar bo'lsinlar Alloh. Muhtojligimiz ko'rmasin aslo. Qo'l oching duoga aziz odamlar. Tangrim nazar qilgan yurt boshimizga, izozlar xalqini iymoni butun birga. Dunyoga yuz tutdik boshlagan yo'l ila. Tegmasin yomon ko'z O'zbekistonga. Tangrim nazar qilgan yurt boshimizga, ardoqlar xalqini iymoni butun birga. Dunyoga yuz tutdik boshlagan yo'l ila. Tegmasin yomon ko'z O'zbekistonga. Tegmasin yomon ko'z O'zbekistonga. Urushlar, qirg'inlar bo'lmasin Alloh. Hasadgo'y g'animlar bo'lsin
açık duagar aziz odamlar Vuruşlar, kırıllar olmasın Allah Hasat güydanımlar olsunlar adam Muhtaçlıkimiz olmasın asla Kol açık duagar aziz adamlar Kol açık duagar aziz adamlar Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin. Bayraminglar muborak bo'lsin azizlar. Rahmat. Mana shunday Toshkentda azimdan kelgan O'zbekiston xalq artisti Vobjon Isoqov. Mana bizning avvali qishlog'imizga, bizning Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Paxtabod mahallasining avvali qishlog'i nomidan sizning san'atingizga san'at, baxtingizga baxt qo'shishni tilab qoladi. Hamisha ovozingizga ovoz qo'shilsin. Bizning mana shu yurtimizga ko'proq kelaveringizlar, mana dadangiz boshchiligida hamisha sizlarni bizlar ko'rib, bag'rlanib, faxrlanib yuraylik. Sizlarga cheksiz qishlog'imiz nomidan minnatdorchilik bildirib qolamiz. Hozir bir mana oshni suzamiz, yigitlarimiz oshga o'tadi yordamga. Sizlarni ham oshga taklif qilamiz. Rahmat san'atkorlar. Abilarim bir tozalab qo'ying. Hey, mana mashina olib berdi, kimniki mana? To'rtga tomoqlar. Davlatda chetga ketgani keyin. Ha. Ha, mayis. Chetda chiroyli qilibsizlar. O'zlari qo'ygan. Qo'rg'oni go'shidan qo'ysin-da. Hazm hozir oshilsa keyin oshdan beradi. Boja bo'g'lar qoshiga Ya, hali endi buni qiyinlab o'taydi. chiqarma. Chiqishadi-yu. O'g'lar boshqa shundan bergan yaxshi bo'ladi. Mana edi. Shappa odam. Tovoqda apkay. To'xtang, mana keling. Go'shtdan qo'yinglar. Keyin bu yog'i ketaveradi shu. Zing'illar chamayli. To'g'ri shundan qo'yinglar bo'g'lar. Boshqa shundan Bir hammaydi. yaxshi bo'ladi. Yo'q. Ani işte böyle bir doy. Bol basan. Kim kiz lan. Mana maşını çeker kaldılar. Hakim yo'qdan. Bo'ldi. Go'sht o'zim qilishim bitirlar, o'zim qilishim bitirlar. To'lqin. Yo'q, ana bitir, işte. O'zim go'sht qilishim bitirlar. O'zing doy. Yatalama chigillari. Ya bo'lma. O'zi suv olsa o'zlariga. Ana miya qara. Ya bo'g'adir ekan. Miya qara. Ya to'xta. To'lqin.
Nasip şunda Navruz'un yüzde bir kere nasipse. Navruz'u bütçüler yaxşı bilgen. Ay, yaşlardan aynen ay.
Bağımdaki bir kızıl gül üzüldü, süldü. Boşqa bağban gullarida hiç saçar buldu. Bugün bayram qishlog'imiz shu nihoyatda qadrli qimmatli bo'layapti. Sababi mana o'tgan yil bayram bo'lmadi. 5-6 metr belliqqa yurib oling. O'tgan yil bayram bo'lmadi. Sababi mana shu hammani xabari bor. Kasallik grip tarqalganlik munosabati bilan mana ko'p joylarda shu tadbirlar o'tkazilmadi. Shuning uchun ham faqatgina Oshpo'lat bo'lyapsizmi? bu yilga ruxsat keldimi mana? Mana o'tgan yildan mana shu bizlari qiynalib yurgan yigitlar mana bu yil shu o'yinlarga yigitlik uchun adash uchun mahkam bel bog'lab birlashib mana endi oldinga chiqishdi. Ularga men katta rahmat aytaman. Men shaxsan o'z nomidan mana shu bayramda qatnashayotgan qarindoshlar nomidan katta rahmat aytaman. Ularning ishlariga omad, muvaffaqiyat, nima orzusidagi bo'lsa shunga erishsin. Bolalari ko'p bo'lsin, o'g'il-qizlari ko'p bo'lsin, nevaralari ko'p bo'lsin, martabalari baland bo'lsin. Oldida qanday vazifalar qo'ygan bo'lsa shunga erishsin. Tabriklab, ha. Yigitlar, sizlarga omad tilaymiz. Sizlardan ham o'tirib, mana shu elimizni oldidan o'tib, chiroyli qilib berishlarini tilakdoshimiz bayramlar tabriklaymiz. Yana Ha, qarsa bo'lsin. Mikrofon ham ishlamayapti. Bering. Mana o'qiydi, nakaz bor. Bo'ladi. Shu yigitlar. Shunday qilamiz. Mikrofon ishlayapti. Qaysi Mana shu nima Olerki mana brigadalar. Sizlar yig'ilishgan shunday qilamiz. Avvalo assalomu alaykum aziz otaxonlar, aziz onaxonlar. Mana shu bugun chiroyli Navro'zimiz bo'layotgan ekan. Mana shu Navro'zimizni akalardan qabul qilib oldik. Mana shu qo'ldan kelganimizcha qilib berishiga va'da beramiz. Rahmat, sog' bo'lingiz. Aytilmayman deyapti. Bu mana shu bayram uchun bir ajoyib faoliyatga tashkillashtirayotganimiz, mana shuni qilib berishga va'da beramiz mana shu eliyot oldida. Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va Parvardigorim shunday yaxshi o'tsin. Kelgusi yillarda yaxshi bo'lsin. Yigitlarning umriga, rizqiga sog'lik, baraka bersin. Navro'zlarni kuch-quvvat ato qilsin. omad tilayman. Kurashlar chiroyli o'tsin, xursandchilik bo'lsin. Mana elimizda doim shunday bayramlar ko'p bo'lsin, to'ylar ko'p bo'lsin. Mana bugungi kurashadigan polvonlar yigitlarimiz ham kelajakda yutuq katta polvonlar bo'lib yetishsin. Hammamiz shunday ko'rsatkichga yetkazsin. Omonlik bo'lsin. Rahmat. Davr boshlanglar. Ha, qaranglar endi. O'zlari qo'yadi, kimdir bu? Hasan bilan Ibrahim polvon ekan. 25 ming so'm bo'ladi zoti. Alloh bo'lsin. Diyarbek bilan Jahongir polvon. 25 ming sizlarga ham. Oldima kim? Yaqin oldi bor. Halol polvon bor. Ko'ring.
Zakir sen beraga bir joyga turib ol. Zakir. Bir joyga chetga turib ol bo'ldi. Bo'ldi, katta ekan. Bularni qo'y mana. 25 ming. Bunga bo'ldi. Ustamaga chiqarang. Keling. Asrar bilan diyor ekan mana. 25 ming sizlarga. Ver, nariroq bor. Ustamaga qarangsiz. Hakim. Dalil bilan Behruz. Sizlarga 25 ming. Olish. Zuhriddin bilan Doston 25 ming sizlarga. Qo'yma. Qara. Qaranglar, Anvar, qara o'zing. Ana shu sel harakat qilsang. Halol. İkayem bir Zakir. Halol bir. İkayem bir Zakir. Karınlar mı? Başına karınlar. Halol verin palvan zaten. Palvan Cahan palvan. 25 ming. Ana o'zing qara shayqa. Halol. Ber Jamshid zaten. Hasan. Sarvar palvan 25 ming. Olishdilar. Halol palvan zaten benim. Shuhrat palvon, Dilshod palvon. 25 ming olishdilar. Qattar qo'ying, qattar. Qattar tirsal palvon. Nima aka? Olaman. Olish. Hasan. Behruz 25 ming. Ustamaga shuna qarang. Qo'ying. To'xta. 30 ming sizlarga yaqinda olib. Olish. Yigirma beş ming lazım. Gördüm, koyun, araba kar. Koyun var. Yerde alsın. Koyun var. Başa koy yarama. Ortadan kaçın falan. Koyun var. Gel işte. Alan mı ortama? Alan verin zaten baba. Ular zaten en verin ulardan. Çıkarın zaten. Oldu.
Aka nima bo'lyapsiz polvondan? Alijimmi? O'ttizinchi ekanman. Olishing. O'ttiz ming sizlarimiz bor. Anvar akam. Iltimos ishni yaping. Tamam, bering polvondan. Sıralı katta bırakılır Koyuyor, yerda bo'lsin. Halol bering polvondan. Halol shuniki, bering. Ularni bo'lib berasizmi aka? Katta arttiring endi polvonlarni. Ya o'zi zot shunday 30 deyapti. Ha bo'ldi. 25 ming so'm ekan. Halol zaten bering. Jamshid polvon bilan Xoliq polvon 30 ming so'm ekan zaten. Ha? Tavoq qo'ysan. 30 ming so'm ekan zaten. Olish. Nuri kattalashtiring ya. Olachi hisobdan. Allah yo'q. Nere? Hakan koymuş. Sazna ama iyi. Ya bu tamamen iyi. 25 ming so'm ekan zaten. Qo'yib. Молодец. Ver polvondan. Nima bo'ldi aka polvondan? 25 ming. Katta. Polvon mana tovoq qo'yilyapti, tovoqda. Tovoq olganman. Ha. Novruz hisobidan 50 ming so'm. Qo'yib ola, polvonni o'zi oladi. Mana aka. Javohir polvon. Javohir polvon ha. Talablar kesilme. Katta tovoq. Katta yap. O'tiribmi? Ey, bardak ketdi. Ustoqcham bo'lgan nomidan 100 ming so'm. Katta tovoq. Maktabni bitirgan yigitlar. Mana tavoqqa. Ana. Quyuinglar. Yüz ming so'm tovoq. Nima uchun chiqmayapti mana bu? Ayting, maktab tovuqlar. 100 ming so'm tovoq nima? Ichib chiqdi. Katta tovoq. Olaylar sizlar. 50 ming tovoq. Novruz aqsolda 50 ming so'm tovoq oldi. Olsinlar. Yaktak bilan kelinglar. Tovoqqa chiqayotganlar yaktak bilan chiqinglar. Kiyimlaring bilan chiqinglar.
Hasan puan namırdan, Ömer puan namırdan. 200 bin so'm. Halalla balasan, keling. Tavaqda anka balan oldu, anka. Halal mı öteme kan? Halal keling balanda. Hasan puan tavağın anka balan aldı. Çıksın kim? Hayırlı mısın? Hadi gel. Ana sen tavan tut bari. Nerede meydan aç gidiyor? Abi. Malsına tavan yıllı mısın? Zakir ver tavanı. 30 müzikler. Kasap puan var mı? Kasap puan var. Anka bulanlar. Karıştırayım. Kasap puan var mı? Anka puan var. Anka balonu aldı. Ulan Buna bulan balon çıktı. Yaktaklarınız var kötüyünüzde. Osman Nişan bulanlardan. Tavak. Ana koy. Vay vay yürü. Şuraya çıkan bir başına bul. Hadi bir tava, al beni tava. Yana gideyim. Evet. Usta Nişanboğan namıdan 100 bin so'm tavaka. Laz balon çıktı oynamaktan. Kelingizler var. Unutmak istedim. Bering balon var mı? Halal. Yigirma. Ulan yani buyurun. Oturun. Kattalaş bitti. Kattalaş bitti. Buldu oturmaya çıktılar şimdi. Var mı ya tavah balonlar? Evet, daha soğuk. 30 bin so'm ikkovimizdan. Yeter canım. Koyu var. Ulan bak gelin. Bana engel olun. Bala. Gelin. Sen bak ya. Bana bak ya. Ne olacaksa 20 bin devam işte. Yana mı? Ha yana. 20 bin devam işte. Haydi. Haydi kuzları. 100 bin ne olacaksa 100 bin. Sıra aksadan burada gene 100 bin. Gene koşumcağız. Kasapağın, Ömer Kasapağın namıdan 200 bin so'm zot qo'yildi. Shunga yana 100 bin. Unga yana qo'shimcha Novruzlar nomidan yana 100 bin so'm. 300 bin so'm bo'ldi bu palonlar zoti. Halolda bo'lasiz. Hayır. Mustafa Karaktın geldi. Tamam. Mikrofonda gapirish taqiqlandi. Kattalikka
Budiye var, budiye karana. Boldan. Bakray. Vallahi biraz. Bir balon çıktı, hala yaptırıktı. Çıksın ki burada. Baka doğandığını bir ver abi da gel. Ya uzun bir yapalım. Bak, sen çıktı da. Ya bu bir şey bildirin. Sağ olsun, hadi bak. Balonlar sağ orta kalsınlar. Aka sen ortada kalsın. Ne buldun? Ahırı bırakın bunu abi. Allah'ım Rabbim kim aldı? Bir kız aldı bir. Allah'ım Rabbim. Islamışan bu anlamından 100 milsin. Hayır abi. Bakçamana bir Rus balon çıktı. Önce bana atamana balon çıktı. Bir başka. Sana Allah'ına tıkır tavadı. Anlar. Balonlar çıkırlar mı lan şimdi?
Mustafa kelişti ya bu. Anladıktır tamam. Anladıktır. Anladıktır namıdan 100 ming so'm tavakka Farqatga chiqdi. Farqat polvon. Unga Hasan aka nima? Xayrlab kelsa, kiyinib kelsa. Yo, kiyinib. Kelishgan bo'lsalar yo'qmi kerak? Bana kuyattan adamlar yazdırınızlar da bununla bu aya. Konuşurlar. Geçen puan da var. İlk balon buyurun yara. Mikrofon var. Mikrofon. Kasappuan zatlarını akısın. 100 bin diye akısın. İki olur böyle akısın. He. Kasappuan zatını birinizler taktı kasappuan zatını. Kim bilir? Hakem kan atıyor. Rusya bunu bize bilmiyor. Sen tavak tut. Koyuva. Yav çıraksan da koy. Bana. Hey. Anur. Koyuva. Bana şuna kutarsın. Hey. Sana gel. Ona kutarı gel. Yine mi kutar? Ya yine mi koşul nartılarda? Nartılarda yellikten koşuldu bu nartılarda. Allah alasa. Çırayla alırsa yine bıçağı. Evet, tavır lazım da getir tavır lazım. Come on, these back. Balonlara kim kar yapıyor? Bu aşır kana. Bu aşır. Ne uzun kana. Bunlar karama balonları. Bu şey yapmalı ki. Ola karışır. Yaka gidiyor. Yaka. Ha? Şurada bu kalmalı. Yusuf Akran, Mahmut'tan 100 bin Yusuf sana kaçtı. Şahrizat balonu aldı onu. Allah. Kim? Ya tavat bağlamın diye atıyor. Bunlar balon talep yer oldu. Kalın ne olası?
Nişan boğan devam ediyor. Tam nişan boğan. Jangan mau ambil kamu. Jangan sampai. Allah var ne kadar. Aslanlar halklar onlar. Olmayı mı beynayı? Kiyinip ki yaşarız mı? Kiyin. Anca tamam. Hatta onun sürü başarılı. Tamam. Ko'taradi yana. Yana kut kuşaman agar. Ha, qirqdan oshgan. Qirqdan oshganlar chiqsin mana shu fotovoqqa. Qirqdan oshganlar. Hali atrashi. Brigadanın nomida. Qo'yamiz bu. Afat bo'ldi. O'tar bo'ldi. Hali o'tirmayapti. O'tir. Hakim. Bo'ldi-ku. Bo'ldi bular. Yuz qo'yishdi hakim. Ma'ni var. Yusuf akan yüzmü. Ana akın bu. Tavaka çıkınız ya tavaka. Hey, Yusuf akan ovani Mani Yusuf akan tavaka. Minde. Kamadar oldu. Yusuf akan namıdan 100 mısın tavaka. Hey, brigadanın nomidan ho. Hayla hakamda. Hava yakma. Gelişmez. Gelişmez. Yakın buraya. Ha? Gelişmez. Gelin mi gel? Alışaslan bir Kuşal yani. Kuşal. Ne bekliyor öyle? Yine otanın namıdan 100 mısın tavukkaman Hasan Aka çıktı. Onlar talepler kılam Aka. Oldu. Halalla bolarsın. Kiyinip pinize Hasan Aka. Buyla bak. Kiyinip pinize. Tavuk bir de. Hani taraf olanlar. Halal sollandık ya. Kimde zahtıydı? Ha Yusuf Bakan'ı zahtı olmalı. Hey! Senin
Tamam vallahi yazın. Be. Katta uzatıyor mu? Katta uzatıyor. Evet bular. Özler hoşlasın. Ömer var mı? Hasan Aka. Hasan Aka kim davran o'tlarga? Yüzüyle mi kızlar? Bir yüzüyle mi? Yüz ming so'm. Baland mı? Yaş bilan sağdan 100 ming so'm. Tamam. Nasıl boğanın namıdan bir yıldır hava. Hayır. Anka balonu öyle yapma. Ben burada gelmişim. Hayır. Fakat köpeğe taraf alıyor. Halal balondaki. Halal. Ulan ne oldu? Nasıl bu anı bir yıllık tavazının hangi balon çıkıldı? Ona talep görmenin Mevlam balon. Halalla balasın. Kıyın. Tamam mı? Halal mı? Ağzım nasıl bu an tavuğa koyuldu? Çağatsa bu Saat var mı? Damlama 100 bin tavuk yazın bitti. Hey, iyi bir parasından iyi. Ve kelişkenge yok. Kelişme yok, kelişme çıkardılar. Ya sabahga o'zingiz qaraysiz. Tulpulga. Bo'ldi. Tanıştıralım. Degani qishloqdan. 150 ming. Al shuni. Ha, navchilar 50 qo'shgan o'g'lim. Qizsa ko'tariladi bular. Ko'taradi, qo'sh, ko'taradi. Hakam qo'yingdi. Ha. Ha. Yakta olmasın, yakta. Safta yakta topla. Yakta almashtiring balon. Hani var mana tava.
Fotoğraf bekle. Oldu. Bana, sen, beni konkur bulmasın. Bir. Doğrusuna kısavdan yık balığına 100 bin so'm. Onun için halalla bolasın. Ya kesleş bir an cıgırt istiz. Kelişip çıkan bu mu yani? Ya kelişken yok ulan. Hanım Mevlam balığım var, anka balığı var. Koşamaz. Sırayla alırsan öyle koşamaz. Koyuyor lan. Öyle kaç lira? Almandan bakalım. Hatta adam alırsa 10 tane. Öyle balon taval mı yapma? Yaksan. Sırayla alırsan koşamadık balonga. Koyular. Öyle ne var buldu şimdi? Ha yaktak geliyor. Kimler bak, kimler bak. Evet, sana. Gel. Evet, bir bak. İlk gelen bunlar, bunlar. Böyle. Gel. Koyu varsınlar, koyu onlar. Hadi var. Şimdi yanlara kadar takım bir yana. Bana ateşlenmez mi? Sırayla koyalım. Koyuyor. Yeah.
%150 misin? Nasıl bu anda? Diğer velayette hakim. Doğru bir et, doğru bir. Oğlum nima qilasan? 5 ming 10 ming nima bo'ladi? Bitta 5 kun. 5 ming kam bo'lyapti. Rozi. Bo'ldi aka, qaydalar? Yaktan chiqib bermag'a bo'ldi. To'g'ri, Allah. Nima sanab gapsan? Jarangmi? Ya, Allohga ham. Bizlar qo'shib beramiz, u kam bermaymiz. Aka sanab beramiz. Ya, bor, turibdi. Ya, qo'shib beramiz. Davron buyoqqa davron. Evet, hey. Alo. Konuşma adamlar. Gidersin. Gitme. Önce boz. Al iş yerine. Ağlamaz. Ses. Ağlamaz. Anıl. Yüzümü değil de. Navruzlar 100 misin var? Hayır. Bunlara bir iki tane oruç çıkıyor. Nima? Kimdan ko'y? Kimni qo'yadi? Bak kim tamamını. Niye karını? Buram Muan nomidan 200 ming so'm tovoq. Hey, navurchi deydi. Halollab olasizlar, ma'ni bor. Tanishdilar bor. Tanishdi keyin kelaverasizlar. Ha, yikoymiz. Endi bir. Ha, yana bitta tovoq, ey. Nortun aqsamdan kesmasin tovoq. Anka bo'ldi anka. Anka sen. Buranaki 200. Hey. Ha, buranaki 200. Ha, buranaki 200. Bir de doğru diyor bu. Yok, buranaki. Ne kadar? Koyuldu mu? Onu vurup bozuk bulmaydı. Var ya kimga berdi deyapti.
Ey, var burana kan. Adam yok. Anlamı? 200 bin biraz tatlım. Üstüne 200 bin. Onları dedim bile geliyor. Kolu tuttun mu? Kim ne yapıyor? Kim bu sefer? Bırakın belki de. Ana tavuk kimdi ki? Navruzçu mu? Navruzçu. Hey! Navruzçu. Mevla çek ey Mevla. O şey çizimini çek. Çakçadın mı? Yat öyle. Yat öyle. Kim? Lakin. Hey, bunlar kuyulmayacağız ahçıya. Hatırlar mısın davran? Ne tamam böyle. Kıllamaysan ne oldu? Hey, hani vereke. Muhtar, muhtar. Bunlar balon çıkmasa başka bir yoga buyur yani. Geç çıkmaz. Gelişi onlar, gelişi onlar. Gelişi onlar. Biz gittik, biz bal mağla. İkinci metre, koy gel. 7. brigadadan aldım. Anka aldın sen. Navruzçuların namıdan 300 ming so'm tovoqni Anka polvon aldı. Unga talabgor 7. brigaddan Abduvahid polvon chiqdi. Halollab olasan. To'y, tezlar, tezlar. Var mı? Dur. Navruzçular. Ya bana bana. Buram var zaten. Tamam. Onu şey yaptı mı? Balon yok, balon yok. Balon yok. Hey, buram var tamam. Gel. Saat gide. Aka çıkarıyorsun ha. Buram bu anlamından 200 ming so'm tovoq olishyapti mana shular. Ya kim yapalım onu?
Bunday qilmalar, ko'rish, hurmat qilib. Bo'ldi. Son. Ankara'ya bilmadinglar. Ya. 300 ming tavuk. Halol mı? Ha. Hey. Ya ben damla bak. Ha. Halol yok çünkü. Hey. Hey.